Sifatning orttirma darajasi aqdamu, asg'oru, ahsanu kabi af'alu vaznida bo'ladi. Ushbu vazndagi so'zlar tanvin olmaydi va o'zi aniqlab kelayotgan so'z bilan izofa birikmasi tashkil etadi. Masalan, Ahmad xonu ahsanu tolibin fil fasli. Ahmadxon sinfdagi eng yaxshi talaba. Akbarjanu atwalu la'ibin fil fariqi. Akbarjon jamoadagi eng bo'yi baland o'yinchi. Af'alu sifati min bilan kelsa, unda sifatning qiyosiy darajasi bo'lib, biror narsa, biror kimga qaraganda, ga qaraganda degan ma'nosida keladi. Masalan, Bilalun atwalu min Amina. Bilol Ominaga qaraganda balandroq yoki Bilol Ominadan balandroq. Aminatu atwalu min Bilal. Omina Bilolga qaraganda balandroq. Al-abna'u atwalu min al-banati. Bolalar qizlarga qaraganda balandroq. Al-banatu atwalu min al-abna'i. Qizlar bolalarga qaraganda balandroq. Hazihil ghurfatu awsa'u min ghurfati. Bu xona mening xonamga qaraganda kengroq. Yokida bu xona mening xonamdan kengroq desa ham bo'ladi. Hazal hatifu asra'u va ahdathu min hatifi. Bu telefon mening telefonimga qaraganda tezroq va zamonaviyroq deb ifodalasak ham bo'ladi yoki tezroq va yangiroq desa ham bo'ladi.